Hozirgi qiziqarli tajribamiz bu suv ostidagi mushakbozlik deyiladi. Bunda dastlab biz konsentrlangan sulfat kislotani solib olamiz. Sulfat kislotani solganimizdan keyin ustiga etanolni, etil spirtni solamiz. Unda ikkita qatlam hosil qiladi. Ikkita qatlam hosil qilgandan keyin biz kaliy permanganat tuzini solgandan keyin o'sha suv ostidagi mushakbozlik ro'y berishini kuzatishimiz mumkin ekan. Konsentrlangan sulfat kislotani solganimizdan keyin hozir endi etil spirtni ustiga solamiz. Etil spirtni soldik. Mana hozir ikkita qatlam hosil bo'ladi. Keyin jarayon davom etishini kuzatishimiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkinki, ikkita qatlam hosil bo'lyapti, sulfat kislota va etil spirti. Mana chunki bular ikkovi reaksiya kirishmaganligi uchun ham ikkita qatlam hosil bo'lyapti. Endi tajribamizni davom ettiramiz. Tajribamizni endi davom ettirish maqsadida biz kaliy permanganatni tuzini kristallarini solamiz ustiga. Hozir endi mana suv ostidagi mushakbozlik boshlanadi, jarayon boshlanyapti. Bu tajribamizda oksidlanish qaytarilish jarayoni sodir bo'ldi. Reaksiyamiz egzotermik, haqiqatan idishimizni ko'rsak issiq, ya'ni issiqlik ajralib chiqyapti.